Navbatdagi Tracker 2 avtomobilimiz tayyor holatga keltirildi. Bu avtomobilimizga Malibu 2 bar hamda Malibu 2 rullarni ustunovkaga berganmiz. Sidenlariga Cardinal brend ostidagi mana shunaqa akkuratni chexollarni taqib berganmiz. Malibu 2 ruli Black Piano variantdan ustunovka qilib berganmiz. Rulimizda cruise control ishlaydi, limit control ishlaydi, dal navigatsiya qiladigan bor, bitta signalimiz ham bor. Bu tomoni to'liq multimediyasi uchun ishlaydi. Malibu 2 barimizni ham Black Piano variantidan o'rtalari karbonli variantdan ustunovka qilib berganmiz. Besprovодной zaryadkasi bor, elektron ruchnoy tormoz original ovozsizdan o'rnatilgan. 3 ta knopkasi bo'ladi. Bularda Premier pozitsiyalarida sizlarga obogref bo'ladi, bilsanglar. Bu LTZ pozitsiyasi, crossda klimati ham yo'q. Shuning uchun bular bo'sh qo'ygan. Zazorlari 1ga 1 mushni keladi. Bari oldi qismida USB chasti ham bor, xohlasa. Turishi mana shunaqa idealniy. Oldilariga resablisovka, LED farlar ham qilib berganmiz. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning aloqaga chiqaverasizlar.